Eldor Shomurodovning goli Jahon chempionati 2026da eng chiroylisi bo'lishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli Jahon chempionati 2026ning eng chiroyli goli uchun yakuniy nomzodlar qatoriga kiritildi. FIFA turnir davomida urilgan eng yaxshi 12 ta golni saralab oldi. G'olib muxlislarning 48 soatlik ovoz berishi orqali aniqlanadi. Eldor Shomurodov Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi guruh bosqichining 3-tur uchrashuvida 10-daqiqada hisobni ochgan edi. O'zbekiston hujumchisi o'tkir va murakkab burchakdan kutilmagan zarba yo'llab, to'pni darvozabon ustidan oshirgan holda darvozaga joyladi. Gol o'zining texnik ijrosi, vaziyatning murakkabligi va hujumchining tez qabul qilgan qarori bilan muxlislar e'tiborini tortdi. Ushbu zarba avvalroq mundial guruh bosqichidagi eng chiroyli gol sifatida e'tirof etilgandi. Endi esa u butun musobaqaning eng yaxshi gol bo'lishi uchun kurashadi. Shomurodovga jahon yulduzlari raqobatchi. FIFA tuzgan yakuniy ro'yxatdan 12 nafar futbolchining goli joy oldi. Shomurodov, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham va Julian Alvarez kabi mashhur futbolchilar bilan raqobatlashadi. Nomzodlar orasida Ferran Torresning Jahon chempionati 2026 finalida Argentina darvozasiga kiritgan hal qiluvchi goli ham bor. Ispaniya va Argentina o'rtasidagi bahsning asosiy vaqti 0-0 hisobida yakunlangan. Qo'shimcha bo'limlarda Torres urgan yagona gol ispanlarga chempionlikni taqdim etgandi. Shomurodovning zarbasi shu kabi tarixiy ahamiyatga ega gollar bilan bir ro'yxatga kiritilgan O'zbekiston futbolchisi uchun katta individual e'tirof bo'ldi. Eng chiroyli golni aniqlashda yakuniy qaror muxlislarga bog'liq. FIFA platformasidagi ovoz berish jarayoni 48 soat davom etadi. Eldor Shomurodovning golini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi manzil orqali ovoz berish mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi Jahon chempionati 2026da kutilgan natijaga erisha olmagan bo'lsa-da, Shomurodovning ushbu zarbasi mamlakatning ilk mundialdagi eng yorqin lahzalaridan biri bo'lib qoldi. Endi o'zbekistonlik muxlislar faol ovoz bersa, Eldor Shomurodovning goli Messi, Mbappe, Haaland va final qahramoni Torresni ortda qoldirib, Jahon chempionati 2026ning eng chiroyli goli deb topilishi mumkin.